dazmol par bermay qolgan, umuman par chiqmaydi. Buni ochib ko'rdik. Buni ochgandan keyin o'zlarini ochasizlar. Ochgandan keyin bular original dazmol Philips. Mana bu yerda hozir ko'rsataman. Mana bunaqa rezinasi bor. Mana rezinasi turib qolgan bo'ladi. Buni limonli kislota bilan yuvishgan, limonli kislota bilan juda ko'p sug'organ evaziga yuvilib, mana shu teshigiga berkilib qolgan. Limonli kislota bilan yuvilgandan keyin yaxshilab chayib tashlash kerak. Haqida ham video chiqarganmiz. Endi hozir buni qani yig'ib, yoqib ishlatib ko'ramiz. Keyin mana buni qo'yib olamiz ustidagini. Ustidagini yaxshilab qotirib qo'yib olamiz. Qotirib qo'yib oldik. Samarasiz bajoylarni ko'ra oldinglar. Bu yo'lga, mana bu yo'lga. Mana shu tartibda yig'iladi, mana shu yig'ilgan tartibda yechiladi. Keyin mana ustiga qo'ya olamiz birinchi navbatda. Ko'ring mana. Mana bu yerga ikkita samolyot bor mana. Shu yerga qotiriladi. La'nat isqir dazmolni yig'ib olib, mana shu narsani qolib ketib turibdi. Buni polga qo'yib olasizlar. Yopildi. Ustiga qo'yamiz. Mana bu rezinchani yopib qo'yamiz. O'zi vaqt qo'yish kerak edi-da. Qani, mana bu samoris. Mana bu yopadigan narsasi bor o'zini. Ixtiyor qo'yiladi. Qo'yib olamiz. Mana bu. Mana ikkita samarimizni orqaga qo'yib olamiz.